Chelak shahri Qumchiq mahallasida 5 sotixlik hovli sotuvga qo'yildi azizlar. Bu safargi videoyimiz shu haqida bo'ladi. Bu yerni manzili haqida kengroq ma'lumot berib o'tib ketadigan bo'lsak, bu yer Chelak shahridagi markaziy o'yingohni o'ng tomonda joylashgan. Hovliga kirib kelishimiz bilan keng darvozaxona kutib oladi bizni. Darvozaxonaning yonboshlari keng ayvon qilingan. Bu yer boya aytib o'tib ketganimiz kabi 5 sotixdan iborat. 6 ta xonasi bor. Gaz, svet, suvdan umuman muammo yo'q deb aytib o'tishyapti egalari. Endi esa sizlar bilan birgalikda xonalarni ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Uylarga kirib kelishimiz bilan bizni keng teraska kutib oladi. Teraskadan 4 ta xonaga o'tish imkoniyati bor. Birinchi xonamiz yotoqxona sifatida foydalanilib turibdi. Ta'mirlari o'rtacha holatda. Endi esa ikkinchi xonani ko'rib o'tamiz. Ikkinchi xonamizda uy egalarining jihozlari turgani sababi biroz betartibroq, remontlari o'rtacha darajada. Keyingi navbatdagi ko'radigan xonamiz ham yotoqxona. Yotoqxonani ham ta'mirlar o'rtacha holatda. Xonadagi shaxsiy jihozlar olib chiqib ketiladi. Bu ko'radigan joyimiz mehmonxona sifatida foydalanilib turibdi. Remontlari yaxshi holatda turibdi. Bu yerda kamin qurilgan, o'ziga mos qandillar qo'yilgan. Bu yerdan keyingi xonaga o'tish imkoniyati bor. Keyingi ko'radigan xonamizni ta'mirlar o'rtacha holatda. Bu yer kundalik o'tirib ovqatlanadigan joy sifatida foydalaniladi. Bu yerdan oshxonaga o'tish imkoniyati ham bor. Va yakuniy ko'radigan joyimiz oshxona. Oshxonada shaxsiy buyumlar, jihozlar olib chiqib ketiladi. Hujjatlardan hech qanday kamchiligi yo'q. 5 sotixdan iborat ushbu hovlining narxini 59 ming dollar kami bor deb aytib o'tishyapti egalari. Kimga qiziq bo'lsa, ekranlarda ko'rib turgan telefon raqamlaringizga qo'ng'iroq qilib, o'zlaringizga ma'qul narxni aytib, bemalol savdolashlaringiz mumkin sizlar. Bu videoni maksimal barcha Chelak shahri markazidan hovli sotib olaman degan tanishlaringizga borib qo'ying. Hammaga kattakon rahmat. Sizlar bilan Shohjahon Aslanov bo'ldi.